كلمتان حبيبتان إلى الرحمن Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın hadislerinden 136. hadise geldik. Cabir ashabayta radıyallahu anhu arada Banu Salima en yentekilu qurbal mescidi. Banu Salimat'ta bir kavim nebayta. Ular masjidga yuğuqqa go'shma suydi dey. Qaragiz bular dey halga. Masjidni g'irina barmas ya. Masjidga ko'p barmoq uchun. Bir adamlar masjidni g'irina tura masjidga girmada girmey. Bular o'zlar yashaygan yerdan go'shma suya masjid baririga barmoq uchun. Fabalaga zalika Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Ularni o etmiş suyagan işi xabari geldi payg'ambarga sallallahu aleyhi ve sellem. Faqala lahum olaga aytdi. İnnehu qad balagani annakum turiduna an tantaqilu qurbal masjidi. Ma xabar geldi siz masjidga yo'q kelmesiya deb. Faqalu na'am ya Resulallah qad aradna zalik. Gerti hey Allah'ın elçisi. Biz suyduk şöyle gelmege yo'q deb aytdi. Faqala Allah'ın elçisi olaga aytdi. Bani Salima diyarakum tuktab asarukum diyarakum tuktab asarakum. Aylandırıp aytdi. Hey Bani Salima'nın ulalları, uylaringizda turuguz. Yerigizda turuguz, go'shmagiz. Sizga har basib gelgen avaqlaringizning asarlarına javob yozilardi. Shundan yuruguz namozga degan. Yiroq musada. Necha arasida yana bo'lgan bilamiz? Hali aytacağım. Şundan turuguz uylaringizda, şundan yurib kelganingizda Allah javob yozar sizin degan. Va fi rivoya başqa xabarda ayta inna bi kulli xatwatin daraja. Har basgan avatingizga yiroqda deb qo'ymagiz. Har basgan avatingizga Allah darajangizni ko'tarar degan. Oyoqlarni asarlar degan zamonda shu basgan avoqlaringiz yozilib turadi degan ma'no. Shundan anglashila bir adamlar maga qiyin ilm o'qimaga, maga qiyin masjidga borma deb erinmey, şu baragan yoluna ibadatga sanama taraq. Hali bir qo'nisida turan adam masjidga borib jamoat qilsa javob bo'lamsa, sağa ondan artıq bo'lar. Sen yo'lda yuribdi kelgansan hali. Ay qiyinga göre Allah javob yoza. So'ng bu hadis anglatdi. Nechag'i masjiddan yiroq musada, hali u yo'qda bo'lgansa, gelmege yo'q yerda bo'lgansa, ular go'shma suymas edi. Undan anglashila shular shunchada yiroqda bo'lgan. Göçük gelme razı masjidga yo'q bo'lmoq uchun. Haline çık bulacak. Bir oramda bir masjid var, bir oramda da iki masjid var. Cemaatta qarasang 5-6 adam var. Hali bular go'shma suygan edi Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın masjidine Madine'deki. Bundan anlaşıldı bir dağı yaxızat etemennib. Bir yerge barıp tığыс etme tarixti bu. Hali bola qarab, primerga o'ylashingiz. Hali masjidni g'irina vallahi yaxshi deb barda xalq masjidni g'irina go'shib barsa, masjidni g'iri tig'is bo'la. Hali bola dag'ada bilay alayk hal savrim nizatni. Vah, masjidlar bilan barxat juma bara, durchu. Ya sen yo'q baramini barasan. Ya jumani g'irina necha masjidlar jiyra turib probka bo'ladi, bo'lmi? Sen vallahi masjidning biz arida qo'yib, shu odamga men saylali, men sababli qiyin bo'lmasin, tig'is bo'lmasin deb biraz arikda qo'yib, biraz yurib barsang, o seni baskan avlaringna javob bo'la. Anlaşıldı mı? Şu hadis anlattı. Bola turup yaxshilik etgan adam xalqqa qiyinlik etmesin. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. شكرا يا رب